Luqmoni hakim aytibdilarki, sukut saqlab aslo pushaymon bo'lmadi. Lekin gapirib qo'yib ko'p pushaymon bo'ldim. Nadomatlar chekdim, dedilar. Bir kuni bir ustoz bitta soxtakor bir nomard odam haqida, uni soxtakorligi, uni yomon sifatlari, yolg'onchiligi haqida gapirib oxirida aytdiki, bilasizmi, men nimaga buni aytyapman? Yo'q, nimaga? Ya'ni zotan men yomonlik, u odam nomardligini men ham bilaman. Nimaga aytyapman, bilasizmi? Yo'q, bilmayman desam. Mana shu hozir aytgan gaplarimni boshqalarga yetkazing. Bunga aldanib, uni soxtakorga, nomardga ishonib yurishmasin, dedi. Bo'ldi dedim. Darrov keyin o'zimiz vatandagi qadrdonlar bilan bir o'tirganimiz oshda u haqida gapirib berdim. To o'tirganimizdan turgunimizga qadar o'sha odam nomard sifatlari haqida gapirdim. Ammo o'sha yerdagi fayzni, o'sha yerdagi suhbatni, totini, lazzatini qochirdim. Ya'ni u yerdagilar go'zal bir suhbat quramiz, maza qilib gaplashamiz deb o'tirganda, natijada u yerda hamma hayron bo'lib qarab o'tirishdi. Odam nima haqida gapiryapti? Ya'ni Luqmoni hakim aytganlari kabi, sukut saqlab hech qachon pushaymon bo'lmadim, lekin gapirib qo'yib nadomat chekkan paytlarim juda ko'p bo'ldi. Shu sababdan davomida aytadilarki, so'z kumush bo'lsa, sukut oltindir deydilar. Ya'ni garchi haqli bo'lsak ham, ba'zi o'rinlarda sukut saqlashlik, gapirmaslik avlo ekan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu og'izlariga kichkinagina toshni solib yurar ekanlar. Bu bilan o'zlarini gapirishdan tiyish uchun ekan. Hamma ko'rguliklar ana shu tilni dastidan keladi deb aytgan ekanlar. Bir shoir aytibdilarki, asaldan asalroq so'z topsang gapir. Azaldan go'zalroq so'z topsang gapir. Aks holda do'stim sukut saqlagin. Sukutdan afzalroq so'z topsang gapir. Alloh taolo ahli solihlarga, ulug'larga munosib qilsin bizni.